Matiz avtomobilini Spark qilib berdik. Albatta hammasi hazil. Bu Spark avtomobiliga qilib bergan ishlarimizni bir-bir ko'rsatib o'tamiz. Bu Spark avtomobiliga amsovkalarni qo'yib berganmiz, RS2dan. Chevroletlarga ahamiyat berganmiz qoraytirib. Yana bitta mayda detali tuman kachkisidan ham qoraytirib berganmiz. Salon qismiga keladigan bo'lsangiz, Spark avtomobilini to'liq holatda himchisiga qilib berganmiz. Bu yoqda alkantarlarni ham qilib berganmiz. Mayda detallarga qoraytirib, ahamiyat bergan holatda rollarga koji tikib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda kardinaldan chexollarni uстановка qilib berganmiz. Mayda detallarni qilib berganmiz. Bitta ko'rib baho berasizlar. Bu joyga bitta ahamiyat berasizlar. Полностью shumizolyatsiya qilib berganmiz. Spark avtomobilini tayyorliklarni kurga urib berganmiz. Bizning ish kimga yoqqan bo'lsa, kelasizlar albatta Niyozbek Tuninga.